Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim yaqin 10 kun ichida yoki 1 oy ichida hayotingizga qanday yangi eshik ochiladi. Rahmat chiroyli komment va layklar uchun barchangizga azizlarim. Videoni boshlashdan oldin biroz gapim bor ayrim insonlarga. Meni tanigan, suhbat qurganlarga emas, bu qushtirnoq ichidagi ayrim insonlarga. Nimaga kartalarni bilmasdan turib, sen xudomisan, sen usan, sen busan deysizlar ba'zi bir insonlar, ya'ni qushtirnoq ichidagi odamlar. Men videolarimni ko'rishga majbur qilmayapman yoki xudoman deb aytyapmanmi. Karta bu energiyalaringiz orqali ko'rishini, umumiyligini videoda aytyapman. Kimdir energiyasi kartada chiqsa, kommentga yozadi. Kim menga ochirim qilsa, men bilan suhbatlashganda esa qanaqaligimni biladi. Insonning hayoti go'zal bo'lmasa, dunyo qarashi sal nosog'lom bo'ladi. Video yoqmasa, alamzadaligini tarbiyasini ko'rsatib kommentga yozadi. Xuddi u aqlli, qolganlar esa bir omi insonday. Shu darajada taqvoli bo'lsangiz, meni videolarimni ko'rib nima qilasiz? Uyingizda toat ibodatingizni qilib, zikr qilsangiz bo'lmaydimi? Hali men postga joylayman shu profil egasini. Men videolarimga doimo Allohga bo'lgan umidingizni yo'qotmasligingizni aytib o'tganman. Kimnidir hayotini yashab o'tmayapsizmi yoki meni yaqindan tanimaysizmi? Har bir videomga negativ yozishga haqqingiz yo'q. Bu profil egasini ismi Sevara Rasulova degan inson. Meni o'zimga Telegram orqali emas, doimo kommentlarimga negativ yozadi. Sen xudomisan, sen usan, sen busan. Men o'zimni xudoman deb aytmayman, astag'firulloh. Bu karta bu energiyalaringiz orqali ko'rilayotgan narsa. Kartani bilmasdan turib qanaqadir qaror chiqarishga, ya'ni aynan meni videolarimga negativ yozishga sizni haqqingiz yo'q. Shunchalik nima desam, aqlli inson ekansiz, men bilan Telegram orqali bog'lanib gapirsangiz bo'ladi. Meni kommentimga shunaqangi bir negativ yozdingizmi, men ham videoga ismingizni aytib o'tishga majbur bo'ldim. Ming bora uzr azizlarim. Shu gaplarni aytishga meni bu inson majbur qildi. Agarda videolarim yoqmasa, o'tkazib yuborishingiz mumkin. Men ayrim insonlarga o'xshab suzilib, paxta qo'yib gapirishni yomon ko'raman. Borini boriday aytaman. Bir gap borku, ko'rganing menman, gapirganing sensan degan gap. Xuddi shunday insonlarga tegishli bu gap. Ming bora uzr azizlarim. Ko'p gapirib yuborganim uchun. Keling endi kartalarimizni aytishni boshlayman. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin ochirim. Yaqin bir oy ichida yoki 10 kun ichida nima hayotingizda bo'lar ekan? Hozirgi holatingizga qaraymiz. Sizga hozir nima kerak? Farishtalar sizlarga qanday xabar bermoqda? Sizga qanday inson yordami beradi? Shu haqida ko'ramiz azizlarim. Ko'raylikchi. Bu bir oy ichida sizga yangi hayot yo'ldoshi bo'lishi mumkin. Yangi inson, yangi munosabat hayotingizga paydo bo'lishi mumkinligini kartalarimizda javob bermoqda. Hayotingizda sizni qo'llab-quvvatlaydigan bir inson ko'rinmoqda bu kartada. Bu munosabat bo'lishi mumkin. Sevgi, ish bilan bog'liq yordam ham bo'lish kutilmoqda. Yoki hayotingizga tayanch bo'ladigan inson yordam olishingiz mumkinligini kartada aytmoqda azizlarim. Agarda siz hayotingizda kimnidir kutayotgan bo'lsangiz, kartalarimiz uning kelishi mumkinligini ko'rsatmoqda.
Ammo siz bu ichingizdagi umidsizlikni qo'yib yuborishingiz kerak. Yolg'iz insonlar uchun hayotingizga yangi bir inson kelishini, ya'ni tanishuv borligini kartamizda aytmoqda. Kartalarimizda eski energiyali insonlarimiz ham ko'rinmoqda. Sevgi bu bir joyda kutib turish bilan bo'lmaydi, faqat nima desam, harakat ham qilishingiz kerakligini kartalarimizda aytib o'tmoqda azizlarim. Harakat deganda bu yo'l ochirim qilishlaringiz kerakligini, chunki ba'zi insonlarning yo'llari yopiq bo'lsa, kutayotgan insoningiz ya'ni kelmasligi mumkin. Keling endi ko'raylikchi, sizga qanday eshiklar ochiladi. Sizga qanday eshiklar ochiladi. Bu yo'l kartamiz azizlarim. Sizda bir oy yoki bir hafta ichida rizq, baraka, kelish eshigi ochilishi, pul, ya'ni moddiy ahvolingizga bog'liq bir imkoniyat qarshingizga chiqadi. Moliyaviy holatingiz yaxshilanishi, bir oy ichida sizga katta boylik keladi degani emas. Gap uzoq vaqtdan beri orzu qilgan barqarorlikka olib boradigan eshik ochilishi haqida aytmoqda bu kartamiz. Sizlarda to'siq borligi, yana nima desam, hayotingizda nimaiki bo'lmasin, shu bir oy ichida zanjir kabi tortaydigan hodisalar bo'lishini bu kartalarimizda aytmoqda. Kartalar sizga xabari, siz ayni vaqtda duolaringiz qabul bo'ladigan bir davrdasiz. Shu uchun qilayotgan niyatlaringiz, gaplaringizga e'tibor bering. Ya'ni kartalarimiz sizga xabar bermoqda. Faqat xohlaydigan narsalaringizni, yashashni istayotganingizni o'ylang. Sizning yo'llaringiz, ya'ni o'ylaringizga ta'sir qiladigan bir davrda ekanligingizni bu kartamizda aytmoqda azizlarim. Yomon narsalarni o'ylasangiz o'zingizga jalb qilishingiz mumkin. Yaxshi narsalarni o'ylasangiz o'zingizga chaqirishingiz mumkinligini bu kartamizda aytmoqda. Ko'p insonlarimiz jahlda, ya'ni asabda hozirda turganligi, o'ylovda turganliklari kartada aytmoqda. Shu bilan birga bu videomni ko'rayotgan insonlar qalban Allohga yaqin bo'lgan insonlar ekanligi, ya'ni energiyasi bu kartamizda tushganligini aytib o'tmoqda. Ya'ni bu pul kartamiz deb tasvirlasak azizlarim, siz nimaiki so'ramang, ya'ni duolaringiz ijobat bo'ladigan insonlarsiz. Uxlashingizdan oldin yelkangizdagi ikki farishta yozib olgan daftarchasiga sizni og'zingizdan chiqqan so'zlarni Robbimni tarozisiga qo'yadi. Qaysi biri og'ir kelsa hayotingizga so'raganingizni beradi. Ya'ni kartalarimiz shular haqida xabar berib o'tmoqda. Chiroyli niyatda bo'lsangiz, sevganingiz ham, oilaviy munosabatlar ham joyiga tushadi. Kartalarimizda xabari shular edi. Ya'ni shu bir oy davomida sizlarda yoki 10 kunlikda pul kelishi,
Agarda yo'llaringiz bo'lsa, ikkilanishda turgan bo'lsangiz, yo'llaringizni ochishingiz kerakligi, baxtli hayot, ya'ni baxtli kunlar kelishligi, xoh sevgida, xoh do'stlikda, nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar, bir inson bilan tanishishingiz, yordam bo'lishi kutmoqda. Bularning barchasi esa nima deb aytsam azizlarim, sizlarning o'zlaringizga, ya'ni duolaringiz bilan qabul bo'ladigan oy bo'lishi mumkinligini kartalarimizda aytib bermoqda azizlarim. Bugungi ochirim shulardan iborat edi. Judayam chiroyli ochirim bo'ldi. Alloh har biringizni yo'llaringizni doimo ochsin. Barchangizga rahmat. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.